Gulnora opani uyini demontaj qilish, ya'ni buzg'unchilik ishlarini boshladik. Tez kunlarda mana shu joyni chiroyli ko'rkam, shinam joyga aylanganini ko'rsatamiz. Bardagi bitta savolim bor. Sizni o'zingiz oldin ustachilik qilib ko'rganmisiz? Men hayotimni ustachilikdan boshlaganman. 12-13 yoshlarimda xonadonlarni ta'mirlash, paxsa devor urish, suvoq qilish, tom suvoq qilish. Kichkinaligimizdan hozir shu odamlarning uyida mana shunaqa turdagi ishlarni qilib tirikchilik qilganmiz. Keyin Moskvaga birinchi borgan paytlarimda ham aynan uylarni ta'mirlashdan topgan. Taxminan 16 yosh paytimda mana shu insonni uyini ta'mirlaganman. Bu inson Moskvada bo'lardi, sponsorlik qilgan, uyini ta'mirlagan. Keyin bu odam meni Moskvaga ishga chaqirgan. Rosa ishlatib pulim ishilgan. Endi hozir o'zim ishlatyapman. Qaytar dunyo. O'shaning uchun qo'linglardagi ishchilarga har doim xushmuomala bo'linglar, chunki vaqti kelib ular sizga xushmuomala bo'lishi mumkin. Lekin unchalik xushmuomala bo'lmagan. Shogird ustozdan o'tmasa shogird bo'lmaydi dedik. Oldinda ko'p ishlarni ko'rasiz, xudo xohlasa. Valloh. O'z qo'lim bilan qilaman dedim. O'zim sizlarga ko'rsatib boraman. Mardagani har bitta qilib turgan narsalarni. Yo'q, birga ishlayman. O'zi mana ter to'kish.